Bodir lazeri 3 kilovatli. Ish maydoni 3 ga 1,5 bo'lgan. Lazerimizni yuklab beryapmiz. Bog'dodlik mijozimizga doimiy mijozimiz borlar. Lazerimizni o'rnatib berdik. Bu elektrokarani ham bizdan olishgan. Hozir mana 3 kilovatli lazerimizni ustanovka qildik, qo'ydik. Nalatkalari bo'ldi. Xudo xolasa. Bu lazerimiz 3 ga 1,5 рабочий stoli 3 kilovatli. Mana hozir kesib ko'rdik. Mana eng oxirgi chiqqan varianti shlaksiz, xudo xolasa. Mana bu birinchi kesgan detalimiz. Vokslarni hamma yo'qlarni to'g'riladik. Xudo xolasa mana. Hozir ham o'zlari